Qulğumni gaz qıp qo'yg'ini taslı qalding. Qarg'ina seni. Ashundaq vaqirmisam, sen uyg'onamding. Yaqinliq muzik qo'yib bergan bo'lsang, uyg'onatdim emasmi? Ma'qul amsa. Bu alayda iqtidorli qanay. Bu muzikani anglab, bedellarim texmi bo'shib, uxlab qolay dedim. Abla xatolashibdiman. Bu muzikani qo'yaychi. Men yanala yengin, barza muzikani anglay. Shehvoni nag'ma-navoni qo'ysam bo'lmaydi. Shehvoni degan nima gap u? Men faqat tushunamadim. Shehvoni nag'ma-navo degan bir idiom. Anglamaganmidim? Shehvoni nag'ma-navoning sehri kuchi kuchli. Odamni bo'shashtirib, uxlatib qo'yadi. Bugun men sizlarga bu turaqliq iboraning kelib chiqishini so'zlab beray. Bu hikoyada Jov sulolasining oxirgi podshohi so'zlangan. Sesix nomi pur ketgan bu podshohning eng cho'ng to'kpisi nurg'un turaqliq iboralarning kelib chiqishiga sabab bo'lganligi bo'lsa kerak. Kimki yomon gapimni qilishga petin degan, uning tilini sug'urib olaman. Aliylari, g'azablanmagaylar. Hammasi meni zolim deyishidi. Amaliyotda men nihoyatda mehribon tursam, sen menga qanday qaraysan? Sizlar shuncha kanzimni idora qiladilar. Kun bo'yi aldirash yurgashga ba'zida chechilibmi qoladilar. Meningcha bu bir xil normal bo'lgan fiziologik inkas aliylari. Deganlaring o'rinliq. Anlasam, muzika odamning ruhini ko'tarib kayfiyatini tangshaydi ekan. Men Shijan ismli bir ustozandan taniyman. U muzika to'plash va ratlash orqali nihoyat ta'sirli muzikalarni ijod qiladi. Aliylari, bo'lmasa uni chaqirib kelay. Ko'ngillari echilib qolsa ajab emas. Amsa nemiga qarab tursan? Chalsan uni tutib kel. Aliylari qaysi muzikani anglaydilar? Qaysini chalsan anglayveraman. Bu bo'lmaydi ekan. Boshqani chal. Bumi bo'lmaydi ekan. Aliylari, bekka sho'p ketdi. Men qaytay. Boshqa kuni yana kelaman. Qop yurak, qaytishingga ruxsat yo'q. Aliylari, buguncha uni qo'yib yetaylik. Kelaqatim sizlarga yana bo'ysunmasa, uni ikkinchilab muzik chalamas qilib yetaylik. Bir kundan keyin Aliylariga ma'lum bo'lg'ay, sazandi keldi. Bu qarg'u ablah. Ma'lumotnoma ko'rayotganimni ko'mayyotamsan. U sizlarga yangi bir muzika chapamoqchi ekandik. Shunga, kirson. Bu muzika bahyaqimliqga o'zimni avliyoladimmi baxtli his qilyapman. Aliylari, buningda bu yaxshilari bor. Shijuan yana Shehvoni nag'ma-navo deb ataladigan usulliq muzikani ijod qilib xonning huzuriga sunibdi. Xon bu muzikadan to'liq mamnun bo'lib, uning o'lim jazosini kechirib tutdi. Shuningdan keyin xon bu muzikaga maftun bo'lib, davlatning ishlari bilan kori bo'lmabdi. Uzun o'tmay uning xonligi Jovuvang tarafidan mag'lub qilinibdi. Muzikami bir davlatni vayron qilib adalaydigan emasmi? Kishilar yeni odamning irodasini bo'shashtiradigan naqsh muzika va usullarni umumlashtirib Shehvoni nag'ma-navo deb atagan. Mana bu Shehvoni nag'ma-navo degan idiomning kelib chiqishi.